Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz YouTube'dagi Hozircha shu kanali va Kamina Shahriyar Amonov. Ayni damda biz New York shahridagi Brooklyn hududidagi Ashana konsertlar zalidamiz va bugun mana shu muhtasham konsert saroyida yurtimizdan tashrif buyurgan xushoboz xonanda Hamdam Sobirovning Yakkaxon konsert dasturini bo'lib o'tadi. Ushbu konsert dasturi ilk marotaba Amerika Qo'shma Shtatlarida tashkil etilmoqda va bugungi dasturimizni aynan mana shu konsertdan olib boramiz. Judayam mazza qildim. Aynan muxlislarimizni menga bo'lgan mehrini ko'rib, men o'zim ham judayam nima deydi, bular shunchalik shu yerda ishlab, shunchalik musofirda qiynalib, misol uchun vaqt topib aynan bizning konsertimizga tashrif buyurgani uchun men judayam boshim osmonga yetdi. Men judayam hayratdaman to'g'risi. Hamdam, bilasizmi, bugungi konsert dasturida muxlislaringizga adashmasam 10 nafar muxlisga shunchaki borib, yaxshi kunlarda bepulga xizmat qilib berishga va'da berdingiz. Bu Hamdam Sobirovni konsert dasturlarida beradigan bir an'anaviy holatmi? Nega aynan bu fikrga keldingiz? Aynan Amerikadagi muxlislarga bunaqangi va'dani berdingiz? Chunki bu yerda ko'pchilik menga kommentariyada konsertda ko'pchilik emas, aynan 3-4 ta inson kommentariyada qoldirishdi. Pul uchun keldi Hamdam. Lekin aynan siz konsertda e'tibor bergan bo'lsangiz, men bu aynan pul uchun kelmaganimni gapirib o'tdim. Nima uchun kelganimni? Aynan pul uchun bo'lganda, mana u yerda tirikchiligim, har kuni xizmatlarim, ularni rad qilib keldimda, aynan bularni sog'inib. O'shaning uchun pul uchun degan narsa noto'g'ri. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi barcha vatandoshlarimiz. Hozirgi o'zida Elvis Presley aytganlaridek now or never, ya'ni hozir yoki hech qachon shu yerga barchamiz sevib qolaversa ardoqlab va kutgan san'atkorimizni taklif qilmoqchiman. Kutib oling, sahnada Hamdam Sobirov. Saçlarını sapsarı yapsan da, qo'shlaringni menga aytmay teribsan da, uydaman deb kim qayerlarda yuribsan da, o'qiyman deb shaharlarda yurgan qiz, kechana gap bo'libmiz qishloqda, qo'lishlashib yurgan emishmiz bog'da, direktorman qizliging chatoqda. O'qiyman deb shaharlarda yurgan qiz, ammalar albingda, zanjir bo'yningda, qolib ketma toshkentdek qishloqqa. Mo'y ko'ylagingda, kimdir bormi ko'nglingda, sog'indim deb dagina she'ringda. Menga yuqarding Dublin ko'ylagingda, olib yurarding rasmim cho'ntagingda, chalishchani yechib sen hamma inatingda, o'qiyman deb shaharlarda yurgan qiz, maktabdagi uchrashuvlar yodimda, sendan olgan qiziq ruchka yonimda, xayrlashmay ketding qo'yil qoldimda. O'qiyman deb shaharlarda yurgan qiz.
Ramadan muborak. Assalomu alaykum. Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik muxlislarimiz. Joningiz sog' bo'lsin. Sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Kattakon rahmat aytaman mana shu konsertimizga tashrif buyurganinglardan. Mana shu bizani yuzlashtirgan, yuzma-yuz qilgan mana shu Orient Star kompaniyasiga o'z tashakkurimni bildiraman. Har bitta xonadonda faqat yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Bu yerdan yiqqan pullarni olib turib O'zbekistonda to'ylar qilinglar. Xudo xohlasa to'ylarda meni chaqiringlar, men xizmatda bo'lay. Mana shu yerda nechta muxlisimiz bo'lsa, Amerikadan borgan, tekinga boraman, mayli. Nechta muxlisimiz keldi, Svet можете включить? Можно? Nechta muxlisimiz keldi? 400 ta, 500 ta, 300 ta. Kim to'y qilyapti yaqinda? Bo'ldi, kim to'y qilsa, men hozir konsertdan keyin ketib qolmayman. Menga yozdirasizlar, men borib beraman, xo'pmi, to'ylarga. Davom etamiz. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Yana bir bor xush kelibsizlar.
Sabragina ko'nglim hasib yig'layverar Sumbulajon sumbul sen mening holimsan Sumbulajon sumbul sen mening holimsan Holim zabun aylagan o'sha sayroq bo'lgur Holim zabun aylagan o'sha sayroq bo'lgur Yangi kuylar kelgan ekan ko'rmoqman ko'ngil uchun bitta marta qo'ymoqman Sumbulajon sumbul sen mening holimsan Sumbulajon sumbul sen mening holimsan Holim zabun aylagan o'sha sayroq bo'lgur Holim zabun aylagan o'sha sayroq bo'lgur Rahmat Kattakon. Joniga sog' bo'lsin. Qo'llarini ko'taring. Mana chap tomon. Qo'llaringiz bag'rini ko'taring. Boyningdagi zanjiri ko'zimga oldi Boshingdagi ro'moli isming qoldi Sochingni uzunligi menga davo bo'lsaydi Ko'zingni qoraligi mening sevgim bo'lsaydi Yomg'irda kel, quchog'imga kel Hazillashma kel chiroyliga o'zimni jonim Yomg'irda kel, choy ichamiz kel O'ynaysan kel o'ylaydi o'zimni jonim Sen qayerlarda yursan Layla Ko'zingni buya sochingni qara ko'chaga qara Layla Sen ketding sen sari yasha Demasmiz men qadam tasha Sevgim o'g'irlagan sevsam meni sevmagan Sevgim sehrlagan sevgim Yomg'irda kel quchog'imga kel Hazillashma kel chiroyliga o'zimni jonim Yomg'irda kel choy ichamiz kel O'ynaymasdan kel o'ylaydi o'zimni jonim
O'zbekistondan emas, Qirg'izistondan kelganlar bormi? Qani qo'lni ko'tarsanchi? Angrendan bormi? Samarqand bormi? Buxoroliklar bormi? Buxoro. Navoiydan bor. Andijon, Namangan, Farg'ona bormi? Qayerdan bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin. Aynan shu meni muxlisim bo'lganlar uchun men chin yurakdan rahmat aytaman. Qayerdan bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin. Baxt sizlarni hech qachon tark etmasin. Davom etamiz. Qo'shiqlarimiz aynan sizlar uchun. Marhamat. Sevda buldum gözlerimle arasıyla Uzun o ses saçlarımla dolasıyla Buldu indi gözlerimle uyumadı Benim gözüm anladım dolasıyla Sevda buldum gözlerimle arasıyla Uzun o ses saçlarımla dolasıyla Amire gidemiyor. Amire gel bak. Gözü yüreğime yaraladı Saçlarımla masarlar yaraladı Bir aşığım vardı sonrasında Ahırımın uykusun masarladı Kara gözü yüreğime yaraladı Saçlarımla masarlar yaraladı Bir aşığım vardı sonrasında Ahırımın uykusun masarladı Aslı. Davom etamiz. Marhamat. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Cállate la
sevgim yig'lar peshonangda sendur yig'lar yuragingda kimdir yig'lar gapirmaysan gapir jonze 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 meri asik masti masti davom etamizmi? Charchab qolmadinglarmi? Davom etamiz, marhamat. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Yarim kechasi meni yonida qishing kutayaman. Derazangdan bir bora qaramasang uxlamayman. Ovora bo'lmay ketmayman. 20 marta ko'rishim shart, ko'rmasa jinni bo'ladi bu tilba yurak. Uxlamaysan, bilaman tutgansan, tonggacha tutgansan. 20 yoshda, qora qoshda, singlim bilan u kursdoshda, hali yoshda, sevgilim hali yoshda. 20 yoshda, qora qoshda, singlim bilan u yoshda, hali yoshda, atirgulim hali yoshda. Yoshingda ham, 19 yoshingda ham, ortingdan hech qolmadin. 20 yoshingda ham, men bir so'zli yigitman, sevgim bilan tirikman. Rad etmagin kechalari ichimliman. 20 yoshda, qora qoshda, singlim bilan u kursdoshda, hali yoshda, sevgilim hali yoshda. 20 yoshda, qora qoshda, singlim bilan u yoshda, hali yoshda, atirgulim hali yoshda. Endi ko'zlaringni yoshlama bor, qo'llaringdan ushlamayman. Bo'ldi, yig'lamayman. Zokirni gaplari rost, mingta xatlar yoz, yig'lamayman. Yo'q, kechirmayman. 20 yoshda, qora qoshda, singlim bilan u kursdoshda, hali yoshda, sevgilim hali yoshda. 20 yoshda, qora qoshda, singlim bilan u yoshda, hali yoshda, atirgulim hali yoshda. Joninglar sog' bo'lsin. Davom etamizmi? Davom etamiz, marhamat.
Konsert zo'r o'tdi. Alloh rozi bo'lsin. Tashkilotlarga ham, rahbarlarga ham, hamdamga ham maza qilishdik. Pensilvaniyaga kelganmiz. Filadelfiyadan maza qilishdik. Mana hordiq chiqazib, yozilib, Alloh rozi bo'lsin. Hammaga katta rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Bugun hech kimga tug'ilgan kun emasmi? Tug'ilgan kuni bormi? Yaqin orada. Hammamiz aynan sizlar uchun sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Qani qo'llarni ko'tarib hammamiz. konsertlarda ham hammamiz yurtdoshlar, yurtimizdan kelgan san'atkorlarimizni kutamiz. Yana kelingizlar. Davam etamiz, qo'yavering. Zo'r bo'ldi, dahshat bo'ldi. Kutganimizdan ham zo'r bo'ldi. Ijodiga omad, gap yo'q lekin.
Qora qosh, ko'zida yosh, menga qara, turibdi bekat yonida. Avtobus kelmaydi hanuz, mana uchrashdik yuzma-yuz. Qarayam bo'ladi buncha go'zal bo'lmasa kuz. Maktabimda hammadan go'zal, go'zal, go'zalligi tanov. Qishlog'imda go'yo bir g'azal, g'azal, g'azalligi tanov. Aynan o'zim tanov. Daftaringni orqasiga sevaman deb yozib qo'ygan kim? Partalarga rasming chizib, darsdan qochib har kun shoshib, darvozangga gullar sochgan kim? Maktabimda hammadan go'zal, go'zal, go'zalligi tanov. Qishlog'imda go'yo bir g'azal, g'azal, g'azalligi tanov. Aynan o'zim tanov. Yaxshi dam oldik, rahmat. Yo'qdi albatta. Keyingi konsertlarda yana kelamiz degan umiddaman. Kecha paqir senga gullar beribdi. Og'ir botdi, buni hamma ko'ribdi. Shu bolada bir alamim turibdi. Ko'rib qolsam o'ldiraman rano. Maktabimda hammadan go'zal, go'zal, go'zalligi tanov. Qishlog'imda go'yo bir g'azal, g'azal, g'azalligi tanov. Aynan o'zim tanov. Maktabimda hammadan go'zal, go'zal, go'zalligi tanov. Qishlog'imda go'yo bir g'azal, g'azal, g'azalligi tanov. Aynan o'zim tanov. Keldim. Bu ispan tilida gaplashgani bilan o'zbeklarni juda ham yaxshi ko'radi, chunki Agayoda men o'zbekistonlik vatandoshlarimizni uyiga mehmonlarga borganimizda yoki yig'ilishlar bo'lganda bu har doim keladi. Shuning uchun o'zbekcha konsertga boraman dedi. Buni ham olib keldim. Bizga juda ham yoqdi. Hamdamni Hamdanjon Sobirov O'zbekistonda ko'rmaganman, lekin shu yerda ko'rganimdan juda ham xursandman. Hamma yaxshi kayfiyatda, yaxshi energiya bilan mana ketmoqchimiz uyga. Bugun sevgimizga 10 yil bo'ldi. Baxtimizni ko'rolmayin kimlar kuydi. Agar yana qaytib qolsam yoshligimga, mening sevgim qaytarilmas bo'ldi. Yodingdami o'sha umid yoshing? Davom qilgan men o'zim uzun soching. Bir chekkada turar eding boshing. Shundan beri mening sevgim bitta bo'ldi. Mening birinchi sevgim sen. Ishon so'nggi sevgim ham sen. O'zimni chiroyligim sen. Men uchganda qanotlarim sen.
bo'ldi. Mana shu o'g'limiz uchun kelgandik. Lekin Hamdam Sobirovni birinchi marta ko'rib turibmiz. Juda ham ochiq ko'ngil, sodda inson ekan. Yana kelishini kutib qolamiz, xudo xolasa. Biz Pensilvaniyadan keldik, o'zimiz Angliya shahridamiz. O'zbekistonda. She'rlarining ma'nosi yo'q der. Balki mendan shoir chiqmas, foydasi yo'q der. Sen telpasan muhabbatni qalamlardan izlagan, kulaveran, tushunmasdan yuraklari muzlagan. Mening birinchi sevgim sen. İşim songa sevgim ham sen. O'zimdan chiroyligim sen. Men uchganda qanotlarim sen. Mana shu inson bana xolam bo'ladi. Mikrofondan ishladimi? Yurak yaman, seni so'rayverar xayol nega. Faqat seni o'ylayverar, balki meni unutgansan, lekin men ham sevaman. Yurak yaman, seni so'rayverar xayol nega. Faqat seni o'ylayverar, balki meni unutgansan, lekin men ham sevaman. Otalarida bor, yuragi to'ladi, seni sevishim shart. Yurak urib bermasa sevarmidim seni. Bu qanday baxt, meni boz o'rniga tortib ketayapti. Bilolmaysan nega meni. Otalarida bor, yuragi to'ladi, seni sevishim shart. Yurak urib bermasa sevarmidim seni. Bu qanday baxt, meni boz o'rniga tortib ketayapti. Bilolmaysan nega meni. Seni sevişim şart. Yürek vurup vermese sevarmidim seni. Bu qanday baxt, meni boz o'rniga tortib ketayapti. Bilolmaysan nega meni. Otalarida bor, yuragi to'ladi, seni sevishim shart. Yurek vurup vermese sevarmidim seni. Bu qanday baxt, meni boz o'rniga tortib ketayapti. Bilolmaysan nega meni. Nima deydi, qo'llab-quvvatlab turishimiz kerak faqat. Judayam nozik gap.
hozir o'zimni bemalol Larisa Guzeyevani "Давай поженимся" ko'rsatib o'tirgandek his qilyapman. Mirjon omad. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Nima deydi, ozgina hayajondaman, to'g'risi. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Oralaringda shu man ko'ngil qo'ygan, bir yaxshi ko'rgan qiz turibdi. Endi shuncha odamlar ichida to'g'risi bu gapni o'zi aytish bilasizlar qanchalik og'ir, lekin men yaxshi ko'rgan qiz oralarida turibdi. Shunga kichkina bir sovg'am bor. Shuni sizlarga bersam, hammalarga yordam beradi. Hurmatli Nyu-Yorkdagi yurtdoshlarimiz, yor ko'rsatuvining Nyu-Yorkdagi soniga xush kelibsizlar. Mirjon Nyu-Yorkda topdi. Qanday yaxshi. Mirjonga bitta chiroyli qarsak bo'lsin. Hurmatli vatandoshlar, mana shunday konsertlarga tayyor mazza qilib kelib qo'shiq tinglash bu albatta yaxshi, lekin bu konsertga tayyorgarlik juda qiyin jarayon. Viza olish bilasizlar qanday qiyin. Qolaversa xarajatlar, tashkiliy masala va mana shu hamma masalalarni a'lo darajada hal qilgan ushbu konsertning tashkilotchisi Orient Star kompaniyasining vakili Sadoga taklif qilamiz. Marhamat. Masalaga aytaman, Hamdam auditoriyasi milliard, lekin hamma o'ylaydi o'zini katta deb o'ylashi mumkin, bilmadim, boshqa kishi bo'lgan o'sha bo'lishi mumkin. Juda ham sodda, kamtarin inson ekan. Turistlar sizni hurmat qilishadi, shuning uchun ham shu yerga bugun Nyu-Yorkka tashrif buyurishdi. Men faqat ikkita narsani aytaman xolos. Xudo xolisa, yaqin kelajakda Hamdam Sobirovni AQShdagi boshqa konsertlarida ham ko'rishganda. Ko'rishguncha rahmat. Sog' bo'ling.